O'zbek nasrining peshqadam arboblaridan biri Said Ahmad Husanxo'jayev 1920-yil 10-iyunda Toshkentning Samarqand Darvoza mahallasida dunyoga keldi. 1939-yil o'rta maktabni, 1941-yili esa oliy o'quv yurtini tugatdi. Said Ahmad dastlab Mushtim jurnalida, O'zbekiston radio komitentida, hozirgi O'zbekiston ovozi gazetasida, Sharq yulduzi jurnalida ishlagan. Uning birinchi hikoyalar to'plami Tortiq 1940-yilda nashr etiladi. Urush va urushdan keyingi yillarda Said Ahmad ko'plab felyeton, ocherk va hikoyalar yozgan. Uning El yurak, Farg'ona hikoyalari, Muhabbat kabi to'plamlari nashr etilgan. U Xazina, Hayqiriq, Rahmat azizlarim kabi hikoyalarda Ikkinchi jahon urushining dahshatli oqibatlarini hayajonli tasvirlaydi. Urush qahramonlarini ulug'laydi. Said Ahmadning Ufq romani urushdan oldingi va keyingi davr muammolari haqida bahs yuritadi. Jimjitlik romanida turg'unlik davri illatlari fosh etiladi. Said Ahmad dramaturg sifatida ham tanilgan. U Kelinlar qo'zg'oloni, Kuyov kabi sahna asarlarining muallifidir. Adibning Yo'qotganlarim va topganlarim 3 jildlik saylanmasi, Qorako'z Majnun, Kiprikdagi tong to'plamiga kirgan bir qator qissa va hikoyalari istiqlol yillarida uning zavq-shavq bilan ijod etganidan shahodat beradi. Adibning ko'pgina asarlari qardosh va xorijiy tillarga tarjima qilingan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad bir qator davlat mukofotlari sohibidir. Xususan mustaqillik yillarida u do'stlik va buyuk xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlandi. O'zbekiston qahramoni degan yuksak unvonga ham sazovor bo'ldi.